Ey odam bolasi, albatta sen menga duo qilsang, mendan umid qilsang, senda har qancha xatolar bor bo'lsa ham mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sening gunohlaring osmonga yetib qolsa, so'ng menga istig'for etsang, seni mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sen mening huzurimga yer qobig'i to'la xatolar bilan kelsang-u, lekin menga biron narsani shirk keltirmagan holda kelgan bo'lsang, seni oldinga yer qobig'i to'la mag'firatim bilan kelaman. Biz shunaqa Robbimizni taniymizmi? Shunday sifatlaridan xabarimiz bormi? Agar tanisak, bilsak, bizni qalblarimiz pokiza bo'lmay iloji yo'q. Allohning o'ziga yana yolvoramiz. Har bir narsani Allohdan so'raymiz. Birodarlar, tuz tugab qoldimi uyda? Allohdan so'rang. Oyoq kiyimingizni ip uzilib ketdimi? Allohdan so'rang. Yolg'iz Allohdan so'rang, chunki so'rashning o'zi nima? Ibodat.